olamdan o'tib ketganimizdan keyin ham savob amal daftarimizga doim yozilib turishini xohlasak, farzandimizni solih qilishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam "Iza matal inson inqata'a anhu amaluhu" dedilar. İnson olamdan o'tgandan keyin uni amal daftari berkiladi, tamom, to'xtaydi. Olamdan o'tdik, endi yozilmaydi hech narsa. Magaram 3 kishi bor, olamdan o'tib ketgandan keyin ham savob daftariga yozilib turaveradi. Qarang imkoniyatni. Ana taroziga qo'yganda og'ir kelish. Birinchisi sadaqai joriya qilgan. Oqib turuvchi sadaqa qilgan. Masjid madrasa qurgan, maktab qurgan, ko'prik qurgan, suv chiqargan, yo'l qilgan, ya'ni ko'pchilik foydalanadigan narsani qilib qo'ygan. Alloh uchun qilgan, riyo uchun emas. Alloh uchun qildi mana shu narsani. Bir binoni qursa, unga o'zi borib xo'jayinchilik qila olmaydi, uni beradi, tamom, ishi bo'lmaydi. Qurdimi Alloh uchun, uni ko'pchilikka berdimi, ko'pchilikning mulki. Ana o'sha foydalanib tursa, u odamga savob yozilaveradi. Yoki bo'lmasa o'zidan bir ilm qoldirsa, ya'ni bir ilm qoldirsa-yu odamlar o'shundan foydalansa, kitob qoldirib ketsa, shogirdlar qoldirib ketsa, shu silsila davom etsa, kitoblari o'qilib turar ekan, shogirdlar silsilasi davom etib turar ekan, u odamga savob yoziladi. Biz nima qilamiz ekan unda? Sadaqai joriya qila olmayapmiz, kitob yoza olmayapmiz. Olamdan o'tdik, to'xtar ekanda biz. Ammo uchinchisi ham bor ekan sizlar. Valadun solihun yad'u lahu. Agar sadaqai joriya ham qilmasa, kitob ham tashab ketmasa, solih farzand qoldirsinki, uni orqasidan duo qilib tursin dedilar. Sizni bizni duoyimiz bilan ota-onamizning daftariga savob yozilib turaverar ekan azizlar. Demak, biz bugun farzandimizga berayotgan ahamiyatimiz shunday bo'lsinki, olamdan o'tganimizdan keyin u bizni daftarimizga savob yozib tursin. Shuning uchun farzandlar bizni kelajagimiz deyapmiz. İnşallah ham dunyoda ham oxiratda saodatli bo'ladi.